Assalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Aziz vatandosh, Sharq Turkistonlik muhojirda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar. Bugun biz ba'zi bir qarindoshlarimizning tavsiyasi bilan muhojiratda bir turkum Uyg'urlarning ishidan chiqqan, ya'ni Qur'onchilar. Hadisni e'tirof qilmaymiz, sunnatni tutmaymiz, payg'ambarga ergashmaymiz degandek ba'zi bir firqalarning paydo bo'lganligini bizmi bilib turyapmiz. Shunga bizga kelgan javob Moshtonga bir narsa degan bo'lsanglar dedi. Shu sababdan bugun yana men so'zga chiqdim qarindoshlar. Bizningki bu Qur'onchilarga deydiganimiz bo'pti, agar sen shu Qur'on bilan hukm qilib Qur'on bilan mangdigan ishing bo'lsa yaxshi. Bizmi Allohningki bizga tushirgan bu Qur'onni yaxshi ko'ramiz, so'yimiz, yaxshi ko'rib o'qiymiz. İçideki sure oyatlarni chiroyli tajvid bilan o'qishni o'rganyapmiz, ham o'rgandik. Boshqalarga ham o'rgatyapmiz. Buningdagi hukmlarni boshqalarga deb beryapmiz. Ammo sizlarningki faqat bu Qur'onni tutib mangamiz, hadisni inkor qilamiz, hadisni olmaymiz, payg'ambarga ergashmaymiz, sunnatni tutmaymiz. Bu deganinglar butunlay ozg'unlik bu. Qur'onchi qarindoshlarim. Sizlar bu Qur'onni ham tutamiz, hadisni inkor qilamiz, hadisga ergashmaymiz, sunnat bilan ishimiz yo'q. O payg'ambar degan bir odam o. Biz shu Allohga ishonsak, Allohning degani bo'yicha bo'lsak, shu Qur'onni amal qilsaqlar bo'ldi deydigan ishonlar bo'lsa, sizlardan biz bir savol so'rab boqaylik. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo o'zining farishchisi Jibril orqali payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga vahiy qilish bilan, shu hikmatni o'rgatish bilan, bu Qur'onningki hukmlarini bizga tushuntirish bilan bizga yetib keldi bu. Hatta payg'ambar sollallohu alayhi va sallam, yana bu otentik, yani muttafaqun alayhi birlik kelgan hadis. Vafot etib ketishdan burun sahobalarga bizga miros qoldirgan muhim hadislarning birisidan, ya'ni sahih hadislardan. Taraktu lakum amrayn, ya'ni sizlarga ikki narsani tashlab ketdim deydi. Birinchisi Allohning kalomi Qur'oni Karim, ikkinchisi mening hadis shariflarim va sunnatim deydi. Kimiki shu Qur'oni Karim va hadis sunnatlarimga, hadis shariflarimga, sunnatlarimga ergashmaydi ekan, ta qiyomat kunigacha ozmaydi dedi. Hamda bu yerda bu Qur'onchilarga deydiganimiz bizningki. Sizlar bu hadisni balkim o'qigan, bilsizlar. Pek yaxshi bilsizlar. Ammo sizlar bu yerda Uyg'ur musulmonlarining ichida bir tafriqchilar, fitna, fasod chiqarish uchun mushishni qilyapsizlar. Sizlar bu ishlardan yonmasanglar, qiyomat kuni buning qattiq azobini qiyomat kuni Alloh taolo sizlarga berdi. Ya'ni do'zaxdan iborat bir o'rinni tayyorlaydi. Ham dunyoda rasvo bo'lsizlar inshaalloh. Men bu Qur'onchilarga va uningdan keyin shu ikki o'ttirlikni qilib, qaysi to'g'ri qonun tutsak bo'ladi, qanday qilamiz, voy Alloh bo'lmadi deb ketib olgan qarindoshlarimizga Qur'oni Karimdan ba'zi bir oyatlardan shu Alloh va Allohning payg'ambariga ergashimiz qanday bo'lganligi to'g'risida Qur'ondan hukm. Yuqorida biz hadislarni deb o'tdik-ku. Bir ikki hadisni. Qur'ondagi hukm. Buningda payg'ambarga va Allohga ergashish to'g'risida Alloh amr qilgan narsa edi. Shuni deymiz. Va uningdan keyin bizga gapini qilsin. Qur'ondagi 61-sura Safningki 10-oyatida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi. On birinci ayeti, yani xatalab qo'yibman qarindoshlar. Bismillahirrohmanirrohim.
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yani bu ayetninki tercümesi ise kırılmışlar. Allah'a ve onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge iman etinglar dedi. Allah'ın yolunda milinglar bilen, jininglar bilen jihad qilinglar. Agar bilsanglar, sizlar uchun bu yaxshidir dedi. Yani bu yerdeki Allah'a ve onun peygamberiga iman etinglar deganning o'zi La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah degan tevhid kelimesiga yana apurdi. Yani chin ko'nglimizdan imonninki shartlari ikki birsi qalbimizda tasdiqlaymiz, undan keyin og'zimizda oshkora buni deb turib isbotlaymiz. Bu birinchi dalil. Sura Safning 61 sura Safning 11 oyati. Undan keyin yana 64 sura Sura Taghabun'ninki 8 ve 12 ayetlerinde Allah Subhanahu ve Teala yani şunda deydi. Bismillahirrahmanirrahim. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah'a ve Allah'ın peygamberine ve biz nazil kılan nurga yani Kur'an'a iman etinglar. Allah kılıvatkan işinlardan to'liq xabardardır deydi. Bu yerda yana Allah Subhanahu ve Teala o'ziga ve o'zininki bizga elchi qilib evatgan payg'ambarga itoat qilish va shu Qur'onni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan Qur'onni payg'ambarniki ko'rsatmasi bo'yicha bizga yetkazayotgan bu nurga haqiqiy iymon etib amal qilish to'g'risida bu yerda bizni ogohlantirib, yana payg'ambarga ergashishni, yani payg'ambarningki tutgan yo'lida chin turishni bizga ta'kidlayapti. Chunki payg'ambarning yo'li Allohning yo'li. Allohning yo'li payg'ambarning yo'li. Payg'ambarning yo'li bizning yo'limiz, Allohning yo'li. Buni bunday tushunamiz qarindoshlar. Ondan keyin Sura Safniki yani 12-oyatida Allah Subhanahu va Taala bunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ati'ullaha ve ati'ur rasul. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Allah'a ve Allah'ın peygamberine itaat kılınlar. Eğer peygamberinin davetinden yüz öğrensanglar edi. Peygamberge ziyan yok, peygamberge ziyan bulmaydı. Sizlerge yüz örgen, yani peygamberinin yoludan yüz örgen, peygamberinin davetinden yüz örgen, sizler insanlarga ziyan buldu dedi. Peygamberimizin vazifesi yani biz evetken elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki davet fakat roşan tebliğ kılıştır. Yani Allah'ın ayetlerini, tebliğlerini, davetlerini yetkizüş. Yani bu yerde Allah özüge ve Allah'ınki peygamberge itaat kılışın davetini kıyramdaşlar. Bu diğerlik Peygamber aleyhisselam'ninki yani hadis sünnetlerine amel kılışını köstürdü bunun demek. Bu Sura Taghabun'ninki 8 ve 12 ayetine ilingan delille. Ondan keyin 65 Sura Talaq'ninki 7 ayetide Allah Subhanahu ve Teala 7 ayetininki bir kısmında bunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa ma atah. Yani Allah insanı fakat taqat etadigan ish qilib taklif qildi deydi. Unda olgandan keyin biz kuchimizning yetishicha Allah ve Allah'ın Resulü buyurganға ergişimiz, kuchaymiz, amal qilamiz. Ve yine Peygamber Aleyhisselam'nınki hadislerden, sünnetlerden nemine bizga buyurgan başsa şunu bu içmağımız. Çünkü bu bizga buyurilgan narsa. Bu yana bir hüküm. Ondan keyin Sura Mülk'ninki 67 sura Sura Mülk'ninki
10. oyatida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi yana. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Bunun tarjimasi yani ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, do'zax ahli qatoridan bo'lmas edik deydi. Yana bu yerda do'zaxga kirgandan keyin yana payg'ambar sallam itoat qilmagan, payg'ambar sallamning yo'lida mangmagan, Allohga itoat qilmagan kofirlarga Alloh bu yerda xitob qilib turib, o'zi va payg'ambarga ergishishning qanchalik muhim ekanligini bu yerda bayon qilgan qarindoshlar. Shunga ma'lum bir dalil buningdan cho'qim biz foydalanishga tegishli nurg'un narsa va buningdan keyin bu Qur'onchilar ozg'un firqa bularga ergashish qilmaydi. Bular faqat Qur'onni tutamiz, Qur'onga ergashimiz, hadis sharif deganning uningda yolg'on hadis va yana bir nima bor u bo'ladi. Buni olimlar aragan buni. Yolg'on hadisni yolg'on hadis, mutawatir hadis, hadis qudsi, sahih hadisni to'g'ri hadisni ayirgan. Uningdan keyin mutawatir hadislar, hasan hadislar, muttafaqun alayhi yana birlikka kelgan hadislar bularni hammani authentic deydi inglizcha. Bularni hammani ayirgan. Bu hammasi yeshilib bo'lgan, tushuntirilib bo'lgan, ya'ni ochiq clear bo'lib bo'lgan narsalar. Buningda yana bo'yin tovliq qilib, faqat Qur'onga ergashimiz, hadis sharifni, sunnatni tutmaymiz, mangmaymiz. Payg'ambaringni gapasan, apa, biz Allohga itoat qilamiz deydigan shusa, la ilaha illalloh degan yerda to'xtab qilib, Muhammadur Rasulullohga iymon keltirmagan bo'ldi. Shunga buningda diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. Shu sababdan bu Qur'onchilarning tatbiq etilgan so'zlari, uningdan keyin bularning chiroyli pardozlagan gaplariga aldinib, hadis sharifni tashlab qo'ydigan, payg'ambarga itoat qilmaydigan, payg'ambarga ergashmaydigan, sunnatlarga amal qilmaydigan bu holatni shakllantirsak, qiyomat kuni bizning jannatga kirishimiz tasdiqlashadi. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni o'zining ummatlariga shafaat qilib jannatga kirdigan vaqtda shafaat qilish huquqini bergan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shafaat qilmasa biz kirolmaymiz. Bu imtiyozni bergan. Shunga bu yerda yana payg'ambarga itoat qiling degan ma'no chiqadi. Buni men deb qo'yishimiz kerak. Buni men ishimdan to'qimadim. Bu to'g'risida hadislarni ko'p, buni nurg'unlarimiz bilamiz. Shunga bu jihatdanmi diqqat qilishimiz kerak. Uningdan keyin Qur'oni Karimningki 69-surasi yani sura Haqq'ninki 44-oyati, 45, 46-oyatlarda Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qilib bu yerda taqatda payg'ambar alayhisolamninki Alloh tarafidan nozil qilgan Qur'onni va nasihatni Allah ve Allah'ın Resulü itaat qilishni bayon qilmay va boshqa narsalarni so'zlasa, hatto payg'ambarni mo jazolaydiganligi to'g'risida oyat nozil qilgan. Masalan, 44-oyatida mundaq deydi. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Ben 44-45-46 bu şu ayetini bırak okup ettim. Bununki tercümesini hemen de bir hazır. Alemlerinin perver, yani eğer o bizning namimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosiy qizil tomirini kesib tashladik dedi. Yani bu yerda nima deydi deganda Alloh bizning namimizdan yolg'onni to'qib agar payg'ambar biz demaganni, biz buyurmaganni deydigan bo'lsa, biz cho'qim o payg'ambarni qudratimiz bilan, yani Allah biz jazolagan bo'lardik, qattiq jazolagan bo'lardik.
Ondan onun asosiy qizil tomirini yana. İnsanda ikki tomir bo'ldi-ku, masalan, birisi arteriya tomiri, yana birisi esimdan chiqib qolibdi. Asos ash tomirni kesib tashlagan bo'ladi, bo'ynini uzayotgan bo'ladi deydi. Hatta Alloh bu oyatni nozil qilish bilan Peygamber Aleyhisselam'nınki yani peygamberlerinki xiyonat qilmaydiganligini biladi. Allohga peygamberlerinki itoat qiladiganligini biladi. Va shuning bilan birga Allah subhanahu va taala bu büyük bir vazifani peygamberlerge topshirganligini bayon qilib, o'ziga va payg'ambarga itoat qilishni buyurgan. Shu sababdan bu yerda ezib ketib olgan yoki bo'lmasa Qur'onni tutib olganmizmi yoki Qur'on bilan hadisga sunnatga amal qilmizmi deyotgan qarindoshlarga bizning deydiganimiz, agar siz Qur'onni ham tutib olman desangiz, Qur'oni Karimda nurg'un hukmlari to'liq yechilib bayon qilinmagan narsalar bor. Ba'zi hukmlar Qur'oni Karimda chiqadi, ochiq. Ba'zi hukmlar Qur'oni Karimda yo'q. Vaqt qanday qilsiz? Yana Peygamber sallallohu hadis shariflariga, sunnatlarga qaraymiz. Masalan, buningga oddiy bir misol. Qur'oni Karimda va aqimus solata va atuz zakat dedi. 70-80 yerda keldi. Namozni va zakatni ado qilinglar dedi. Bu yerda sizni 5 vaqt namozni masalan sunnatini qanday o'qiydi, farzini qanday o'qiydi? Qancha rakat 5 vaqtmi? 5 vaqtning qancha rakat sunnati va qancha rakat farzi va buni so'zlamagan. Ammo hadisda bayon qilingan. Alloh Jibril orqali payg'ambar sollallohu namoz o'qishni o'rgatgan. Buni payg'ambar sollallohu hadislar orqali tushundirgan. Sunnat amallari orqali. Bu bir dalil hamda. Undan keyin Qur'onni tutamiz, hadis sharifni tutmaymiz, olmaymiz degan insonlar faqat va faqat ular ozg'un firqa. Bularning kendi mashq bo'lmaydi. Qanchalik go'zal inson bo'lib kelsin, mayli qanchalik fasohatli so'zlasin, bu insonlarning kendi ma'maymiz. Ham mang'uchilarni biz ogohlantiramiz. Chunki amini bir yerda taqishsiz, amini bir yerda stak bo'lasiz, amini bir yerda chattig'ingiz chiqadi. Unda deb Qur'onni biz tushunganlik emas. Chunki Payg'ambar sallallohu nima dedi? Tarakta amrayn dedi. Taraktu lakum amrayn. Sizlarga ikki narsani tashlab ketdim. Birisi Allohning kalamulloh, yani Allohningki so'zi, Qur'on. Ikkinchisi mening hadis shariflarim va sunnatim. Buni ta qiyomatgacha ching tutgan, ching isilgan inson ozmaydi dedi. Shu sababdan qarindoshlar, Qur'on, hadis, sunnatni tang etmamiz. O vaqtda biz azmaymiz, o vaqtda biz to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lamiz. Ham Qur'onchilarga shuni deymizki, sizlar Qur'onni ham tutib mangimiz deyotganlarning sizlarniki niyatinglar to'g'ri emas. Sizlarning bir yomon g'arzinglar bor. Sizlar bu millatni ozdirishni o'ylaysizlar. Ozdirmoqchi. Bu niyatinglardan yininglarsizlar. Dunyo va oxiratda rasvo bo'lsizlar. Dunyoda ashaddiy rasvo bo'lsizlar, qiyomat kuni Allohning do'zig'i sizlarga tayyor bo'lgan bo'ldi. Mening bu Qur'onchilarga deydiganim va shu ezib ketib olgan qarindoshlarga alohida eskartadiganim mana bu. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.